Nega ko'plab jinoyatlar BMW avtomobillari orqali amalga oshiriladi? BMW jinoyat statistikalarida tez-tez uchrashi tasodifiy holat emas va bu masala hissiyot yoki stereotiplarga bog'lanmagan, balki aniq qayd etilgan jinoyat holatlari, kriminologik hisobotlar va transport logistika omillari hisoblanadi. Yevropa va AQSh kriminal statistikalariga qaralsa, so'nggi 10 yil ichida jinoyat jarayonida foydalanilgan premium segment avtomobillari orasida BMW doimiy ravishda yetakchi uchlikdan joy olgan. Masalan, Germaniyada federal kriminal politsiya ma'lumotiga ko'ra, 2022-2024 yillar oralig'ida qurolli bosqinchilik, giyohvand moddalar tashish va noqonuniy ta'qibdan qochish bilan bog'liq 14 mingdan ortiq holatda premium klass avtomobillari ishtirok etgan bo'lib, shularning qariyb 21% BMW 3-seriyasi va 5-seriyasiga to'g'ri kelgan. Bu ko'rsatkich Mercedesda 16%, Audi'da esa 11% atrofida bo'lgan. Buyuk Britaniyada esa holat yanada ochiqroq ko'rinadi. Metpolis va sug'urta kompaniyalari ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning o'zida faqat London hududida 6 mingdan ortiq BMW avtomobillari jinoyat bilan bog'liq tekshiruvda qayd etilgan. Shundan 1900 dan ortiq avtomobil o'g'riligi, 1200 ga yaqin esa qurolli talonchilik yoki jinoyatdan keyingi qochish jarayonida ishlatilgan. Ayniqsa BMW 3-seriyasi eng ko'p jinoyat jarayonida qatnashgan model sifatida alohida belgilangan. Bu raqamlar Ford yoki Volkswagen kabi ommaviy brendlardan past bo'lsa-da, premium segment ichida mutlaqo yetakchilikni ko'rsatadi. AQShda ham o'xshash manzara kuzatiladi. FBR Crime Data Explorer hisobotlariga ko'ra, 2021-2023 yillarda Kaliforniya, New York va Florida shtatlarida tezkor jinoyatlarda bank talonchiligi, qurolli reydlar va narkotrafik bilan bog'liq 4300 dan ortiq holatda BMW avtomobillari ishtirok etgan. Ayniqsa BMW M seriyasi va 5-seriyasi yuqori tezlikda harakatlanish, tez manyovr va politsiya taqibidan qochish holatlarida eng ko'p qayd etilgan modellar qatorida bo'lgan. AQSh politsiya hisobotlarida BMWlar yuqori riskli transport vositasi sifatida alohida belgilangan holatlar ham mavjud. Biroq bu raqamlar BMWni jinoyatchilar mashinasi deb e'lon qilish uchun emas, balki sababni tushuntirish uchun muhim. Sabab esa 3 ta asosiy omilda jamlangan. Birinchisi ommaviylik. Yevropada 10 milliondan ortiq faol BMW mavjud va statistikada ko'p bo'lgan narsa har doim ko'proq qayd etiladi. Ikkinchisi bo'lsa texnik ustunlik. Orqa g'ildirakdan tortish, kuchli dvigatel va sport shassisi jinoyatchilar uchun tezlik va qochish imkonini beradi. Oxirgi sabab esa qora bozor. Yevropada noqonuniy ehtiyot qismlar savdosida BMW detallarining ulushi 30% dan oshadi. Bu esa o'g'rilik va go'p-stop jinoyatlarini ko'paytiradi. Xulosa shuki, BMW jinoyatni targ'ib qilmaydi va jinoyatga undamaydi. Ammo uning keng tarqalganligi, texnik qudrati, yoshlar orasidagi agressiv imiji va qora bozordagi yuqori likvidligi uni jinoyat statistikalarida tez-tez uchraydigan nomga aylantiradi. Agar shu xususiyatlar aynan boshqa brendda bo'lganda, bugun jinoyat hisobotlarida BMW emas, o'sha brend muhokama markazida bo'lgan bo'lardi. Shu sababli BMW bilan bog'liq jinoyatlar bu brend muammosi emas, balki zamonaviy shahar jinoyatchiligi va ijtimoiy muhitning oynasidir.